2,5 sutk ichida siz ham Kazan shahrigacha qulay va xavfsiz avtobus reyslarimizda yetib olishni xohlaysizmi? Eng asosiysi hech qanday ortiqcha xarajatlarsiz, aldovlarsiz bemalol o'z manzilingizgacha bexatar yetib olishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq ekrandagi nomerlarimizga murojaat qilib batafsil ma'lumot oling. Kazan yo'nalishi bo'yicha haftada seshanba, juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzalidan avtobus reyslarimiz safarga jo'nab ketishadi. Ekrandagi Telegram, WhatsApp nomerlarimizga ham aloqaga chiqib, masofadan turib o'z o'rningizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Ikkinchi qavatda xalqaro yo'nalishlarimiz bo'yicha ko'rib turganingizdek kassalarimiz hamda ofisimiz mavjud. Biletni ayni damda ofisning o'zidan hamda kassalardan ham xarid qilishingiz mumkin. Har bitta yo'lovchimiz uchun biletlar tarqatiladi. Shu biletlar skanerdan o'tkazilgandan so'ng bemalol avtobusda o'z o'rindiqlariga joylashib olishlari mumkin. 2,5 sutk ichida siz Kazan shahrigacha yetib olasiz. Hozirgi kunda katta chegirmalarimiz mavjud. 615 ming so'm evaziga o'z manzilingizgacha bexatar yetib olasiz. Hoziroq ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, o'z o'rningizni band qilib qo'ying. Keyingi filmlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.